Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Kores saytida profilni sozlashni o'rganamiz. Ishni boshlashdan oldin saytda o'zimizga qulay bo'lgan tilni tanlab olamiz. Endi esa chap tomondagi 3 ta chiziqni bosamiz. Endi esa profil bo'limiga kiramiz. Bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Birinchi xavfsizlik bo'limini ko'rib chiqamiz. Bu bo'limda biz akkauntimizni parolini almashtirishimiz mumkin. Undan tashqari 2 bosqichli parolni ham yoqib qo'yishimiz mumkin va pastdagi faol sensorlarni ham ko'rib kuzatib turishimiz mumkin. Keling, birinchi navbatda parolimizni o'zgartirishdan boshlaylik. Bu joyga hozirgi parolimizni yozamiz va keyingilarga yangi parollarimizni qaytarib 2 marta yozib qo'yib, to'g'ri saqlashni bosamiz. Mana parolimiz ham muvaffaqiyatli o'zgardi. Endi esa 2 bosqichli parolni yoqamiz. Bu parolni aktivlashtirishimiz uchun bizga ekraningizda chiqib turgan ilova kerak bo'ladi. Xo'p, parolni yoqishni bosib, mana buni nusxalab olamiz va ilovaga kiramiz. Va ekranda kodni kiritish degan tugmani ezib, mana bu pastdagi so'zni kaliti kiritishni ezamiz va kod nomini xohlagan nomlab qo'yishingiz mumkin. Masalan, men Kores deb nomladim va kodimizni kiritib qo'shishni bosamiz. Keyin esa shu tariqa bizga 6 xonali son beriladi. O'sha sonni nusxalab olib saytga qaytamiz va mana bu pastga kodni kiritib yuborishni bosamiz. Mana ko'rib turishingiz mumkin, muvaffaqiyatli yoqildi. Endi esa biz telefon raqamimizni o'zgartirishni ko'ramiz. Ekraningizda chiqib turgan telefon raqamini o'zgartirib saqlashni bosasiz va kodni kiritib bemalol o'zgartirib olishingiz mumkin. Email pochtangizni o'zgartirish ham xuddi telefon raqamini o'zgartirish bilan bir xil. Faqat SMS kod spam jildiga ko'proq keladi. Shuning uchun spam jildini qarang. Bu esa e'lonlar bo'limi. Endi esa boshqa sozlamalarni ham ko'rib chiqamiz. Bu bo'limda biz profilimizni sozlab, to'g'rilab olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, birinchisida ismimiz, keyingisida familiyamiz, keyingisida foydalanuvchi nomi va keyingilarini to'ldirib, xuddi shunday qilib chiqamiz. Bu joyga esa o'zingizni, yuzeringizni yozasiz, ya'ni xuddi Telegramdagi foydalanuvchi nomi bilan bir xil. Endi esa siz qanaqa rolda ekanligingizni tanlab qo'yasiz. Backend, frontend yoki dizayner yoki boshqalar. Endi esa saytimizdagi valyutalarni tanlab qo'yamiz. Yoki euro, yoki USD, yoki rubl. Keyingisi esa har sahifadagi elementlar. Men buni ko'pincha 10 dan 15 oralig'idagi sonlarni yozib qo'yaman. Sizga ham shuni tavsiya qilaman. Shunda sahifada ko'p elementlar mavjud bo'lmaydi. Endi esa biz barchasini saqlash tugmasi bilan saqlab olamiz. Bizda hozircha shular edi. Yana ko'rishguncha xayr. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling.